Hozir obunachilarimizdan bitta savol ko'p takrorlanadi. Hozir qo'ylar tug'ish mavsumligi uchun doktor sog'liqlarini suti kam. Qo'zilar yaxshi rivojlanmayapti. Mana shunday vaqtda obunachilarimiz uchun yaxshi, foydali nimani tavsiya qilasiz? Bunaqa tavsiyada immunomak dorisi bor. Bunaqangi savollar bizga ko'p kelib tushyapti. Bizda amaliyotda qo'llanib kelayotgan dorilardan buni hamma biladi, taniydi. Mana immunomak dorisi bor. Bu dori bruselyoz, tuberkulyoz ko'p kasalliklarni davolash va oldini olish maqsadida ishlatiladi. Lekin bizga bu dorining asosiy 3 ta foydali tarafi sutning yog'lik darajasini oshirib berish, sutni ko'paytirish va sut berish koeffitsiyentini foizini oshirib ham beradi. Hamda sut berishni rag'batlantirib beradi. Asosiy o'sha maqsadda ishlatiladi. Bu misol uchun har bitta qo'y soniga 5 grammdan 10 grammgacha qo'shib bersa bo'ladi. Ozuqasiga qo'shib beriladi. Ozuqasiga qo'shib beriladi. Xohlasangiz buni boshqa vitaminlar bilan ham qo'shib bersa ham bo'ladi. Buni ziyon joyi yo'q. Ana shundan foydalansangiz bo'ladi, qo'ylaringiz suti ko'payadi. Bizni kuzatishda davom eting. Sizlar uchun foydali kontentlar ulashib boramiz.